bitta eshikni tanla. Tanloving keyingi 48 soatlik hayotingni belgilaydi. Birinchi eshik. Bo'shliqda suzib yurgan gilamlar olami. Atrofing cheksiz zulmat. Faqat oyog'ing ostida gilamlar bor. Ammo ular tirik va umri bor yo'g'i 10 daqiqa. Gilam o'lishidan oldin keyingisiga sakrab o'tishing shart. Aks holda tubsizlikka qulaysan. Agar uzoqda qora sharpani ko'rsang, darhol u yerdan qoch. U senga yaqinlashmoqda. Ikkinchi eshik. Qorong'u o'rmon bag'ridagi kichik kulba. Ichkarida issiq yotoq, mazali taomlar va eski multfilmlar qo'yilgan televizor bor. Tashqariga chiqishga hojat yo'q. Faqat bitta qoida: aslo derazadan tashqariga qarama. U yerda nima borligini bilmaganing ma'qul. Ichkarida qol va omon bo'l.